Ramazon Temirov UFC reytingida 7-o'ringa ko'tarilib oldi. Bu haqda Ramazon Temirovning o'zi batafsil ma'lumot berib o'tdi. Do'stlar, bu ma'lumot like bosishga arziydimi? Qani unda Ramazon Temirovning gaplarini eshitamiz. Assalomu alaykum vatandoshlar, xalqim. Hop. Alhamdulillah, juda ham zo'r bitta yangilik bor. Xohlasa sizlar bilan o'sha yangilikni bo'lishaman. Hop, UFC yangilangan reytingida 7-o'rinni egalladik. 1-o'rinda Joshua Wan, chempion bu Alexander Pantoja, Manuel Kape, Brendan Royal, Tatsuro Taira, Aswal Mabayev, Leon Cavani va Ramazon Temirov. Alhamdulillah, Xudo xolisa inshaalloh yana tez kunlarda UFC'ni chempionlik kamarini olib kelishdi ham Alloh nasib qilsin, duo qilib turinglar. Hammaga rahmat.